Bismillahirrohmanirrohim. I'robul fi'li va bina'uhu. Fe'lning mu'rabligi va mabniligi. Al-fi'lu indama yadkhulu fi jumlatin mufidatin la yakuna ala khanatin wahidatin fi jami' anwa'ihi. Fe'l ifoda qiluvchi jumlalarga kirgan paytida har bir navlarida bir holatda bo'lmaydi. Bal minhuma yakunu akhiruhu thabitan la yataghayyaru bi taghayyur at-tarakibi wa yusamma mabniyan va adamu at-taghayyuri yusamma bina'an. Balki undan oxiri tarkiblar o'zgarishi bilan o'zgarmasdan sobit turadiganlari bor va buni mabni deb ismlanadi va o'zgarmasligini bino deyiladi. Va minhum yatagayyaru akhiruhu bi taghayyur at-tarakibi va yusamma mu'raban va taghayyur yusamma i'roban. Va undan oxiri tarkiblar o'zgarishi bilan o'zgaradiganlari bor va buni mu'rab deb ismlanadi va o'zgarishligini i'rob deyiladi. Misol haysu desa, haysini oxirini e'robi deyilmaydi, binosi zamma deymiz. Ammo kitabun bo'lsa, uni oxiridagini e'robi zamma deymiz, binosi zamma deb aytmaymiz. Va ma yurid an yakuna kalamuhu muwafiqan lis-sawabi yahtaj لمعرفة المبني من الأفعال والمعرب منها ليؤتى كل ما يستحقه. Kim gapi to'g'rilikka muvofiq bo'lmoqlikni iroda qiladigan bo'lsa, fe'llardan mabnilarini va undan mu'rablarni tanimoqlikka muhtoj bo'ladi, har biriga o'ziga loyiq bo'lgan narsani berishligi uchun. Bayanul mabni minal af'ali, fe'llardan mabnilarning bayoni. المبني من الأفعال هو الماضي والأمر والمضارع إذا اتصل به نون التأكيد نحو لا يخرجن الخادم أو لا يخرجن أو نون الإناث نحو البنات يلعبن. fe'llardan mabnilari u mozi va amrdir. Va yana muzori ham mabni agar unga ta'kid nuni yopishsa, mana bu misoldagidagi albatta xizmatkor chiqadi degandagi la yaxrujanna yoki la yaxrujan yoki ayollar jamoatini nuni yopishadigan bo'lsa, mana bu misoldan keyin qizlar o'ynayapti deganda. أما الماضي فبناؤه على الفتح نحو كتب. أما ماضي fe'li uning binosi mabniligi fathagadir. Misol kataba yozdiga o'xshash. Va yudammu iza ittasala bil vav fi nahwi katabu, zamma qilinadi agar unga zamir vav yopishsa, mana bu misoldagi katabu yozdilarga o'xshash. Va yusakkanu iza ittasala bin nuni aw na aw ta'i fi nahwi katabna katabna katabtu, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna. Sokin qilinadi agar unga nun yoki na yoki ta yopishsa, mana bu misolda katabna yozdilar u ayollar, katabna biz yozdik, katabtu men yozdim, katabta sen yozding, katabti sen ayol yozding, katabtuma siz ikkalangiz yozdingiz, katabtum sizlar yozdingiz, katabtunna siz ayollar yozdingiz. Va ammal amru fa bina'uhu ala sukuni إن اتصل بنون النسوة نحو اضربنا أو كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء نحو اسمع. أما أمر uning binosi mabniligi sokinga bo'ladi agar unga ayollar jamoatining nuni zamir yopishsa, misol idribna uringlar siz ayollar, av yoki oxiri sahih fe'l bo'lsa va unga biror narsa yopishmagan bo'lsa, mana bu misol isma ishitga o'xshash. Va ala hasbi akhirihi in kana mu'tallal akhiri nahu is'a wasmu wartaqi. Uning oxirini hasb qilishlikka mabni qilinadi agar oxiri illatli fe'l bo'lsa. Misol mana is'a sa'y harakat qil, ismu ya'ni yuqori oliy martabada bo'l, irtaqi ko'taril. Va ala hasbi nun in kana muttasilan bi alif isnaini aw waw jama'atin aw ya'i mukhatabatin nahwu isma'a wasma'u wasma'i. Oxiridagi nunni hasb qilishlikka mabni bo'ladi agar u mozi fe'lni oxiriga ikkilik alifi yoki jamoatni vovi yoki muxotab ayolning birlik yosi yopishgan bo'lsa. Misol isma'a ikkovingiz eshitdingizlar, isma'u sizlar eshitdingizlar, isma'i sen ayol eshitdi.
وعلى الفتح إن كان متصلا به نون التأكيد نحو اسم أن fathaga mabni qilinadi agar uni oxiriga ta'kid nuni yopishgan bo'lsa. Misol isma anna, eshitdinglar albatta. Birinchi raqamdagi izohga qaraymiz. Birinchi misolda ya'ni la yuxrijannal xodimu degandagi nuni ta'kidni saqila nuni ta'kid, og'ir tashdidlik nuni ta'kid deyiladi. Va ikkinchi misoldagi ya'ni la yaxrujandagini bu hafifa nuni ta'kid, ya'ni yengil tashdidsiz nuni ta'kid deyiladi. Va nuni ta'kid faqatgina fe'l muzori va amrga kiradi. Demak, moziga kirmaydi. Va mana shu nuni ta'kid kirishlik bilan fe'lni mazmunini ta'kidlab beradi. Sen izhabanna izhaban albatta bor deyishingda seni izhab bor deyishingdan ko'ra buni borishlikka o'zingning rag'bating ko'proq ekanligini ifoda qilasan. Ikkinchi raqamdagi izoh bu hasb bo'lishlikka mabni deyildi. Mana is'ay aslisi yoni hasb qilindi. Usmu bu aslisi vovi hasb qilindi. Irtaqi mana yoni hasb qilindi. Uchinchi raqamdagi izoh bu nunni hasb bo'lib mabni bo'lishiga ismaoni, ismauna, ismaina aslisi. Lekin bu yerda sokinni alomatiga nun tushirib olindi. Bu asli qilib o'qishligi hech durust bo'lmaydi. Va ammal mudori'ul muttasilatu bihi nun at-ta'kid fa bina'uhu 'ala al-fath wal muttasilu bihi nun al-inas va bina'uhu 'ala as-sukun. Ammo muzori fe'lini nuni ta'kid yopishgan mabniligi, uning mabniligi fathagadir binosi va unga ayollar nuni jamoat yopishgan muzorini mabniligi, bu uning mabniligi sokingadir. Amsilatun misollar lil mozil maftuhi fathalik moziga akala yedi, shariba ichdi, labisa kiydi, qoma turdi, qoada o'tirdi, jalasa o'tirdi, nama uxladi, istayqaza uyg'ondi. Lil mozil mazmumi zammaga mabni bo'lgan mozi fe'llarga akalu yedilar, sharibu ichdilar, labisu kiydilar, qomu turdilar, qoadu o'tirdilar, jalasu o'tirdilar, namu uxladilar, istayqazu uyg'ondilar. Lil mozi sakini sokinga mabni qilingan moziga akalna yedilar xotinlar, sharibno biz ichdik, labistu kiydim, qumta turding, qoatdi o'tirding sen ayol, jalastumo ikkovingiz o'tirdingiz, nimtum sizlar uxladingiz, istayqaztunna siz ayollar uyg'ondingiz. Lil amril mabni ala sukuni amr fe'li bo'lib turib sokinga mabni bo'lganlari uskutanna ya'ni sa'u ey ayollar jim turing degandagi sig'ayna quloq solinglar, o'qud o'tir, tanabbah ogoh bor, ihzar ehtiyot bo'l. Lil amril mabni ala hasfil alif alif has bo'lib mabni qilingan amrga misol ixsha qo'rq, irza rozi bo'l, ibqa qol, taharra qasd qil, tanahha chekkaga o't. Lil amril mabni ala hazfil vavi vavi has bo'lib mabni qilingan amrga misol ud'u chaqir, o'g'zu g'azot qil, udno yaqin bo'l, ufu kechir, urju umid qil. Lil amril mabni ala hazfil ya'i yosi has bo'lib mabni qilingan amrga misol irmi ot, imshi yur, istavi tekis bo'l, irtaqi ko'taril, i'tani e'tibor ber. Lil amril mabni ala hazfil nuni nun hasb bo'lib mabni qilingan amrga misol ifhama ikkovingiz tushuning, ifhamu tushuninglar ko'pchilik, ifhami sen ayol tushun, uktuba sen ikkoving yoz, uktubu sizlar yozinglar, uktubi sen ayol yoz. Lil amril mabni ala al-fathi fathaga mabni qilingan amrga misol uqudanna albatta turing, tanabbahanna albatta ogoh bo'ling, istayqodanna albatta uyg'oning, ihrasanna albatta saqlaning, ihzaranna albatta ehtiyot bo'ling. Fathaga mabni qilingan muzori fe'lga misollar layaqudanna albatta o'tiradilar, layantabihanna albatta ogoh bo'ladilar, la akidanna albatta hiyla qilaman, la yusjananna albatta zindonband qilinadi, la yazhabanna albatta ketadi. Lil muzari il mabni ala sukuni sokinga mabni bo'lgan muzariga misollar yatarabbasna albatta ayollar o'zlarini kutib tursinlar, ya'kulna albatta ayollar yesinlar, yaktubna albatta ayollar yozsinlar, yalidna albatta ayollar tug'sinlar va addibanna albatta ayollar odob bersinlar.
تمرين مشق ميز الأصناف الأفعال المبنية من هذه الجمل bu jumladagi mabni fe'llarning navlarini ajrat. La xoba man istaqora va la nadima man istashara. Istixora qilgan kishi muvaffaqiyatsizlikka uchramadi, pushaymon bo'lmadi, maslahat qilgan kishi. La xoba fe'l muzori fathaga mabni bo'lgan, man uni foili, man mavsuli, istixora silasi bu ham mozi fe'li fathaga mabni. Va la nadima bu ham mana shuni o'zi. أعوذ بالله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. alloh taoloning bu oyatida shundoq zotlariki hijrat qildilar va diyorlardan chiqarilib yuborildilar va meni yo'limda aziyat chekdilar va jang qildilar va o'ldirildilar. Albatta ularni yomonliklarini men kafforat qilaman va albatta ularni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatga kirgizaman deganda hajaru bu zammaga mozi fatha bo'lgan, uxriju ham shu, uzu ham mana shunday, qotalu qutilu bular ham la ukaffiranna fathaga mabni muzori, udkhilannahum ham fathaga mabni qilgan muzori. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Bu Alloh taoloning oyatida ham ey iymon keltirgan mu'minlar, sabr qiling, bir-biringizni sabrga chorlashing, murobita bog'lanib turing va Allohdan qo'rqing, shoyatki siz zafar topasiz. Va tahqiq shunda. Mana bunda ham amanu zammaga mabni, isbiru amr zammaga mabni, sobiruda ham shundoq, boti robituda ham shundoq, vattaqullohda ham mana shunday. ittaqillaha was'a fil khayri wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Allohdan qo'rq, yaxshilikka sa'y harakat qil, yaxshiliklarga buyur, yomonliklardan qaytar. Ittaqillahda bu hasb bo'lishligi ga mabni, was'ada bu alif hasb bo'lganga mabni, wa'murda sokin ga mabni, wanhada bu yerda ham hasb bo'lib mabni bo'ldi. Qulta fasami'tu va amartum fa ata'na. Aytding, eshitdim, bas buyurdingiz, itoat qildik. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi. Siz ummatlarning eng yaxshisi bo'ldingiz, insonlarga chiqarilgan. Bunda kuntumda ham zamir yopishib sokinga mabni, ukhrijatda bu yerda ham to yopishib bu sokinga mabni. Va katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Biz ularga uyimda, ya'ni Tavrotda farz qildik, albatta jonga jon deb. Katabna bedan na yopishyapti, sokinga mabni. Kul mashtahayta wal basan ma tashtahihin nasu. Yegin o'zing xohlagan narsangni, kiygin insonlar uni xohlagan narsani. Bunda kul amr, anta foili, mo maf'uli, mo mavsuli, ishtahayta uni silasi, ishtahayta ham fe'li foil. Valbasan atf matf, bu nuni xafifa yopishib fathaga mabni, amr, mo mavsula silasi, tashtahi bu ham fe'l muzori, annosi buni foili. Mana shu she'rda juda katta qoida bor. Har bir kishi o'zini nafsiga qarab yeyish kerak. Odamlar yeyapti-ku deb yemaslik kerak va kiyishda bo'lsa, o'zim xohlaganimni kiyaman deyishga haqqi yo'q. Insonlar jamiyatni rioya qilish kerak. Ahbiro bima ra'aytumo va qula ma sami'tumo. Ikkovingiz ko'rgan narsangizni xabar beringiz va ikkalangiz eshitgan narsangizni aytingiz. ولا يسألن القائل أما قال ولا يذوقن الكاذب الوبال. albatta aytuvchi aytgan narsasi to'g'risida so'raladi va albatta yolg'onchi uni ziyonini tatib ko'radi. Alloh taoloning oyati val mutallaqoti yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Taloq qo'yilgan ayollar o'zlarini 3 hayz kutib ushlab tursinlar deganda yatarabbasna fe'l muzori fathaga mabni qilingan. Anzilun nasa manazilahum. Insonlarni o'z o'rinlariga tushiring deganda anzilu bu zammaga mabni fe'l foil, annosa maf'uli, manazilahum ikkinchi maf'ul. Va awfu bi ahdillah iza ahadtum. Allohning ahdiga vafo qiling har vaqtki ahd qilgansiz. Bunda awfu zammaga mabni,
ahattun bo'lsa sukunga ta kirganligi uchun.